Assalomu alaykum. Bu naborimiz Rossiyadan bir akamiz zakaz qildi. Tatariston logosi bilan, ismi bilan, familiyasini yozib berishini so'radi. Bir o'zgacha qilib ishlab berdik. Videoni o'tkazib olmasam bitta ko'rasizlar, yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar, pandeshga qilib qo'yasizlar. Buning ichida 4 ta pishag'i bor. Pishag'larining choplarini bug'u shoxdan qilib berdik, naturalniy shoxdan. Bu chopqisi, baliq akarashga chopgani. Bunisi terishiladigan pishag'lari. Bu boltasi. Bu Tataristonda qanaqadir ramziy ekan, tushunganlar bir kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Yoki barib Shahobiddin deb yozib berganmiz. Buni xudo xolasa sovuq qilsalar ham, ishlatsanglar ham bo'laveradi. Zo'r qilib tayyorlab berganmiz, o'tkir qilib. Qo'lga tushishlar ham juda udobniy bo'lgan. Bu kichikroq pichoq. Bunisi terishiladigan pichog'i. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa hamma joyga dasturga qilib beramiz.